Mana ketdi. Javlon, mana xo'rozni oldingmi? Birinchi bunaqasi oldiga, orqaga, oldiga, orqaga qilib 15-20 marta yugurtirib olasan. Oldiga, orqaga. Keyin bu yoqqa 5-6 ta bu yoqqa 5-6 ta navorotda aylantirasan. Sitib bir 2 patokda ishlaysan. Bundan keyin bu yoqqa 20 ta o'zini qo'yib, bu yoqqa 20 ta bo'yin, bu yoqqa 20 ta bo'yin aylantirasan. Javlon. Keyin bundan 2 marta tashlaysan. Keyin oldiga, orqaga, mana bunaqasiga. 20 ta bu ham. Keyin mana bunaqasini o'zini 20 ta to'shga tegish kerak kallasi. Keyin mana qilib faqat 10 ta undan oshmasin. 5 ta 5 tadan 2 marta o'tirsang ham bo'ladi. Faqat 10 tadan oshib ketmasin. O'tirsa, turgandan keyin bir 5-6 marta sakratib borasan. Mana qilib. Keyin bo'ynini mana qilib ushlab o'tirib bir 40 marta bunaqasiga 40 marta bunaqasiga ishlaysan bo'yinni. 40 marta bunaqasiga ishlaysan. Keyin mana bitta 20 ta yoqqa 20 ta qalayini qo'yib yurib. Ha, mana bitta qo'lni qo'yasan mana. 20 ta yoqqa to'xtab tur mana. Mana 20 ta yoqqa 20 ta bu yoqqa aylantirasan. Keyin mana xo'roz qo'yasan, keyin oxirida mana qilib mana tapet urasan, bo'yinga kam urasan mana. Bitta o'ng songa mana qilib chop soniga urasan. Mana urib silaysan. Bir 30 marta, 40 marta da silaysan. Bu yoqqa 30 marta, 30 bu yoqqa. Keyin bu tarafidan bu yoqqa, oxirida xo'roz mana qilib silaysan. Boshdan oyoq. Keyin mana bunaqa 20 marta ham qo'roq turgan bo'lsa, mana bunaqa soni bor-ku, terisi faqat patini yurib tashama, javlon. O'zini pastga 3-4 marta silkiysan mana bunaqa. 3-4 martadan qo'yib yuraverasan, pastga qarab. Mana bunaqa qo'roq qo'yib olasanda 3-4 marta ham silkiysan. Terini pastga tortib, tepaga tortib, pastga tortib ket. Faqat patini yurib tashamaysan-da. Keyin mana qilib silkib bo'lgandan keyin mana o'yin. Astamay ko'p mana qilib silaysan-da. Mana bunaqasiga xo'roz tipirlab turib, o'rniga, chapiga, o'rniga, chapiga qilib. Bu tarafdan ham o'rniga, chapiga, o'rniga, keyin orqa tarafini ishlaysan. Keyin bunaqasiga qanotdan ham ko'tarib qo'yasan mana bunaqasiga. Xo'roz oxirida silab bo'lgandan keyin azda yurgizib olasan. Soldan mana qilib ko'proq silayverasan. Faqat salqin oz choy purkamay qo'yib chamonlab qolaveradi.